alaykum qadrdonlar. Inshaalloh mana bitta obyektimizni yakuniy bosqichda turibmiz. Bu xonadonimizga 12 talik kanalli bir dona. Mana slivnoy drenajlari shtraba bilan bo'lgan. Butlarni mana shu joyga o'rnatib berganmiz. Inshaalloh o'rnatyapmiz. Mana maslinli laushkalarni ham qilib ketganmiz. Bu xonada 12 talik kanalli o'rnatilgan. Patologiyada qolib ketadi. Bu xonamiz spalniy bo'ladi. 9 talik fenimiz, bu multisplit shivaki. Drenajlarni shu kanalizatsiyaga ulab yuboriladi. Shtraba ochib, konkretni qilib, inshaalloh faqat fenni o'zi turadi xolos, hech qanaqa razvedka ham boshqa ham bo'lmaydi. Pultdan o'chirib yoqiladi xolos, boshqa hech nima qilinmaydi. Trubkalarimiz mana yondan o'tib turib, mana shu joydan chiqib ketgan tomga qarab. Hech qanaqa trubka ko'rinmaydi bunda. Yedik aka. Bu detskiy spalniy. Mana buni ham montaj jarayoni, montaj holati. Trubkalar mana shu yondan tomga qarab chiqib ketgan. 9 talik fen bu ham shivaki. Slivnoylarimiz poltayda kanalizatsiya liniyasi o'tgan, o'shanga tushib ketgan. Bu oshxona. Panoramli oshxonalik uchun kattaroq konditsioner tanladik. 18 talik shivaki konditsioner. Buni ham trubasi yuqoriga qarab chiqqan. Tom ustidan ketgan. Slivlari bu xonaga qo'shilib turib, bu xonadan birga tushib ketgan. Mana. Kimga shunaqa sifatli montaj xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Chiroyli qilib ishlayni yetkazib beramiz. Tashqi ulovda mana o'rnatilgan joyi. Hali turbalarni ulaganimiz yo'q. Turbalarni ulamasligimiz sababi trubkalar apresovka qilib qo'yilgan. 20 bardan davleni damlab apresovka qilib qo'yilgan. Bu 42 talik shivaki multisplit. 4 ta fenga 18, 12, 18, 12, 2 ta 9 ga. Salomat bo'lasizlar.